25-mart ijtimoiy tarmoqda YouTube kanalida bizni kuzatayotgan obunachilar. Mana Andijon Shoptol lisiyimiz xudo xolasa katta to'p bo'ldi. Bir 10 donacha meva qildi. Meni kuzatayotgan obunachilarim yaxshi biladi. Buni fevral oyida olib kirib ekkanman. Bu tashqarida edi o'tgan yili. Mana fevral oyida ekilgan shoptollarimiz katta to'p bo'ldi. Bu Andijon Shoptol lisiy etakidan mana kimga mana shu shoptolini gilosni ko'chatlari kerak bo'lsa, bizga bog'lanaverasizlar. Mana gilosimiz Real Tiago bo'ladi, pandidagi mana 4 dona 5 dona mevasi bor. Ko'rib turibsizlar. Mana mevalari. Bandi ham u darajada kalta emas, uzunligi holatlari yaxshi. Xudo xolasa mana guludan qo'yib qo'yganmiz. Nomerlarimizni aytib o'tamiz yana bir qator 88 957 20 nomerdamiz. Gilos mana o'sha katta bo'lyapti kundan kunga. Real Tiago o'zini o'lchanglatadi. Pandidasini o'tkazyapmiz. Ko'chat qalinligi bashmallardek o'tgan yil ekilgan. Bizga bog'lanaverasizlar. Xudo xolasa yangiliklar ko'p ko'chatda. O'rik, shoptoli, gilos, nok, behi hammasida. YouTube kanalimizga a'zo bo'linglar. Yangiliklar tashlab boramiz. Sog' bo'lasizlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib berasizlar. Mana holatlari gilosimizni.